Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Usak kanalidamiz. Yana Usak anime sizlar bilanman. Bugun Telegram kanalimizda va'da qilingan Telegram phishing botni ko'rib chiqamiz qanday ishlanishi haqida. Demak, biz boshladik. Telegram sahifamizga o'tib olamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va Telegram botga o'tib oldik. Bu yerdan TG Fisher botni ochib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Tashlangan botimiz kodi va xuddi shunaqa yozuv chiqadi. Kodlar chiqadi. Bu yerda kiritadigan narsa Telegram ID, Telegram hash, IP hash kiritiladi. Bot fatterda yaratilgan bot tokeni va ID kiritasiz. Demak, biz kiritib bo'lganmiz va terminalga ishga tushirganmiz. Terminalga xuddi shunday Telegram phishing bot, ya'ni qayerga deb yozasiz Pythonda va bot ishga tushadi. Bot ishga tushgandan keyin Telegramingizda mana ko'rishingiz mumkin. Parfumeria bot deb yaratib qo'yganmiz biz. Mana Parfumeria bot start добрый admin panelga o'tasiz. Mana admin panel podключение account, nechta account ulanganligi va protiv account barchasi keltirilgan. Aholi bizda podключение account 0 ta nazar tugmasini bosamiz va ikkinchi accountimizda xuddi shu Parfumeria botga start bosamiz. Xuddi shunday Parfumeria botga start bosamiz. Mana start void tugmasi bosamiz. Nomer kirityapti. Nomer kiritasiz. Nomer kiritgandan keyin undagi keladigan SMS, Telegramga keladigan SMS kodni ham kiritishingiz kerak bo'ladi. Telegram SMS koddan kiritganingizdan so'ng yana ikkinchi botimizga o'tamiz va podключение akkauntlar ro'yxatini ko'rib chiqamiz. Podключение akkauntlar ro'yxatiga necha kishi ro'yxatdan o'tilganini ko'rib chiqamiz. Ko'rinadi va отправить kod tugmasi chiqadi. Отправить kod tugmasini bossangiz agar sizga yuborilgan kodni undagi Telegramiga yuborilgan kod sizga jo'natiladi va ushbu kod orqali bemalol ulanib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar kimgadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, Telegram kanal da yozishingiz mumkin. Izohlarida bemalol tushuntirib bera olamiz. Demak, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bu Usak kanali bo'ldi sizlar bilan. Kimgadir agar qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin va qiziqarli savollaringizga javob topishingiz mumkin. Demak, xayr.